Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Hürmetli sabaqdaşlar, bizler aldığımız saatlik derslerimizde pilning türleri hakkında to'xtalgan. Arab tilidagi pil o'lchamlari 22 bab. Shundaymi? Biz bularni sahih pil shaklida babning o'lchamini bir quruq ko'rib o'tgan aldığımız saatlik dersde. Anakin Arab tilidagi pillarning türleri hammasi sahih olmag'achqa biz bab o'lchami deb ko'rgan 22 babning biz o'rgangan shakliga har doim udul kelishini notayin. Biz buni ko'rdik-ku. Shuning uchun oldi bilan babga kirishdan avval 22 babga kirishdan avval pilning turlarini o'rganib o'tishni to'g'ri topdik. Oldin soatlik darsda biz mudaaf, misal, ecvab 3 pilning misolini ko'rib o'tdik va turlab e'lonlab shundami. Bugun inshaalloh naqis, lafif, mafruq, lafif, maqrun bularni o'rganib o'tamiz. Keleyanda olsa nereden kileyli? Naqisdan kileyli. Bizim naqisda bergen misalimiz qaysisi? Rama. Ve yazay. Yazılışta ma şekilde yazıldı. Rama. Hesapta telaffuzda, elif telaffuzda, yazılışta çıksız i telaffuz yazıldı. Bir noktada dikkat qilinglar, Arapça yazılışta agar i degan so'z yo bilan o'qilib qolsa, buni nima shaklda chiqitlagan. A bo'lib qolgan talaffuzdagi harfni i shaklda yozmoqchi bo'lsak, nimasiz? Chiksiz. Rama shunga o'xshash. Rama. Xat biroz kichikmi? Xat kichik bo'lib qolsa, biroz yig'intiman. Tamam. Anda olsa keleyli. Babning o'lchami nima etdi? Fa'ala. Biz buni oldingi soatda ko'p takrorladik, ha? Anakin ko'z oldimizdagi rama fa'alaga tushmayapti hozir. Shunaqa. Asli tushish kerak. Tushish kerak bo'lganda qanday tushish kerakdi? Rama. Ya. Bu vaqtdagi bütün hareketler zevar shaklida kelish kerak. Nim bo'lib rama shaklida qoldi. Desa, yana shu ilgari soatda har doim takrorlab o'tgan qoidalar asli tutish to'g'ri keladi. Masalani izlash uchun qarasak, fe'l tarkibida kisal harf bor. Kisal harfning har doimlik bir odati va har harakat egri keladi, shundaymi? At tashlayotmay amal yo'q. Nim bo'ldi? Nim bo'ldi? Ramay. Nima? Ya sakin. Shunaqa oldi zir bo'lish kerak. Pesh, vav sakin, oldi pesh bo'lish kerak. Alif sakin bo'lib qolsa, oldi zir bo'lish kerak. Ya'ning o'zi sakin, oldi zir bo'lib qolgan vaqtda ya oldidagi zavarni zirga o'zgartirish kerak yoki ya'ni elif o'zgartirish kerak. Oldidagi zavarni zirga o'zgartirib bo'lmaydi. Chunki bab fa'ala bi fathil ayn bab. Ayn zavar qilgan bab, shundaymi? Ana o'g'anlikni nimani o'zgartiramiz? Ya'ni elif o'zgartiramiz. Ammo aslida ya'liqiga alomat olsin uchun chiksiz ya shaklida yozamiz. Talaffuzda qanday o'qiymiz? Rama. Rama shaklida o'qiymiz. Men tushunish bo'ldi-ku, ha? Anda olsa qaysini turlab baqsizlar? Men ham turlayman. Rama, ramaya, ramal, rama, ramaya, ramal, ramat, 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 ramata, ramayla. Tushib ketganlarga diqqat qiling, qaytib kelay. Rama, ramaya, ramal, ramat,
Ramata, Rameyte, Rameytuma, Rameytun, Rameyti, Rameytuma, Rameytun. Rameytu, Rameytu. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Ma'nosini muramanın ki attı. Kirayli mudaraka, mudaranın ölçümü nima etti? Yef'ailu. Nima chiqish kerakdi? Yer. Shunami? Bu asli o'lcham, yef'ailu o'lchimida. Yana qarasak masala shu. Yog'i harakat nima keladi? Eg'ir keladi. Qog'oyada masala chiqmaydi-mi buningki? Keyinda nima bor? Yo'q. Bu qadar. Hareketni eplam tashladik, yarmi. Turlab baqamdik, yarmi, yarmiyani, yarmuna. Yarmuna. Termi, termiyani, yarmina. Termi, termiyani, termuna. Termina, termiyani, termina. Termina. Armi, ramyan masdar. O'tib ketamiz yo'qmi? Andakin keldik nimaga? Ramin. Ism fa'il. Ism fa'il nima chiqish kerakdi? Ramiyun. Chunki babning o'lchami nima? Fa'ilun. Masalani birdan bir kuzataylik. Ramiyundagi ya kesal harf bo'g'achqa menga pesh harakat nima keldi deydi? Eg'ir keldi deydi. Nima ra mi shundami? Harakatsiz holat qoldi. Bir gap so'raysizlardan. Ramiyun, ramin fiilmi ismmi? Ism. Biz buni fiilga o'xshash muomala qilmaymiz. Ism odatda normalda grammatik uyg'unliklar azroq ko'pdir. Oldiga alif lam kelsa tanvinsiz o'qiladi. Alif lam kelmagan har qanday qism nimalik o'qiladi? Tanvinlik o'qiladi. Demak, mishada birdan tanvin bor. Agar oldiga alif lam kelib qolsa, masala yo'q. Qaytib kelaydi qaranglar. Men ramida faqat pashakni olib tashladik qo'y. Agar alif lam kelib qolsa, ar-rami bo'ldi. To'g'rimi bu? Alif lam baholati juma? Yo'q holatda cho'qim miyaga bir dona nima qo'shiladi? Bir dona qo'sh o'qilgan pesh. Yoki uni pesh demasakmi, bir dona tanvin. Tanvin deb turaylik. Chunki bayat dedim, ismlarning oldiga alif lam kelmagan muddatda keyinda tanvin o'qilish nimasi bor? Haqqi bor. Zir o'qilsa zir o'qilgancha, zo'r o'qilsa zo'r o'qilgancha, pesh o'qilsa pesh o'qilgancha. Kitobning oldiga alif lam kelmagan vaqtida kitobun, kitoban, kitobinlab cho'qim oxirga bir dona nima kiradi? Tanvin. Tanvin degan nima bilamizlar? Ha? Tanvin degan nima saboqdoshlar? Voy, tanvinni o'qimamizlar? Qaranglar do'stlar. Tanvin degan nima ekan u? Sokin o'qilgan nun. Dalilni yozib beraymi sizlarga? Muhammadun shunami? Og'zimdan chiqqan yozayman. Shunaqa? Ha. Söz bilan parchalab yozmoqchiman hozir. Ham. Ma. Du. Shunami? Nima oxirida? Mao so'zining asli parchalangan holati. Asli to'g'ri talaffuz mao. Muhammadun shunami? Qoidaga birdan bir salayli 2001 yerga gap qilib idg'om qilyapti shunami? Nima bo'ldi? Muhammadun. Abi to'g'ri, oxirida bir dona nun sokindan birisi bor. Endi men demoqchi bo'lgan maqsadimni endi dey. Har qanday ismning oldiga alif lam kelmaydi ekan, oxirida sokin o'qilgan nimadan birisi bor? Nundan birisi bor. Shuna bo'lganda ramining oldida alif lam bo'lmag'achqa oxirida nimadan birisi bor? Cho'qib ajnun o'qilish kerak.
Endi Rami'nin ahirsidagi ya'mu sakin. Keyingi nunmu nima sakin. Qana qilamiz? Ya'ni qana qilamiz? Tashlaymiz. Tashlasak nima bo'lg'ay? Rami. Shunami? Endi nunni qo'shib qo'yamiz. Nima bo'ldi? Mim nima etdi? Zirtdi. Ramin. Anakin bu tanvinning nuni Arab tili qoidasida oshkor yozilmay qanday o'qiladi? Yushu. Qo'sh harakat orqali ifodalanadi, ha? Anda olganda keldik mana bitta. Ramin. Qanday Raminning masalasi murakkabmikina? Anda tezroq deb berdim sizlarga qoidalashtirib. Ramiyun aslisi Ramiyun. Yağı bir şirket egri keldi, attashottiq Rami yo'li, shundaymi? Alif lamsiz holatda tanvinning nuni sakin holatda qolib qoldi. Ya'mi sakin, tanvinning nuni nima? Sakin. Ya'ni attashottiq nima bo'ldi? Rami. Ammo oldiga shunda alif lam ekansanlar. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi saqlashlar? Rami. Ar-Rami. Rami olmaydi, Ar-Rami bo'ladi. Sizlar arab tilidagi mushunga o'xshash butun ismlarni mush bo'yicha mulohaza qilasizlar. Munosib so'zmi deb beray. Masalan, ikkinchi degan nima deydi? As-sani. Masala yo'q. As-sani. Mushtalam yozasizlar. Agar alif lamsiz gap qolsa-chi, kim o saniyun degan? Sani. Ramiyun, saniyun, ramin, sanin. Shunami? Ar-Rami al-Thani. Hem çanalama. Kaydı. Andas kettok sağlaştı. Ne kettok? İsim mef'ul. İsim mef'ul ne çıkıyordu? Mermiyun. Mermiyun. Babning o'lchami nima etdi? Maf'ulun bo'lg'achqa nima chiqish kerakdi? Marmu. Shunami? Vav sakin. Oxirisi ya qo'sh pesh bilan keladi. Marmu. Asli babning o'lchami ma'u. Buni qolib qo'ysak bo'ldi, lekin unimaydi a so'z. Chunki birinchi qoida bor. Kasallar boshindami? Birinchi g'alla qildig'ini qaysi? Ya. Ya mesele çıkırdı yani. Ma'nı egri geldi? Hareket egri geldi. Onu aptaşlatış mümkün mü? Mümkün emas mi? Qanday mümkün? Onu aptaşlarsam aldık o sakin tursa? Onu aptaşlayamayızlar salak taşla. Çünkü o babning vo'si. Sözning tarkibidagi o emas, babning vo'si. Mef'ulunu bağu. Nasıl qanday qilamiz? Amal yok. Kütüremezsiniz, sen götürelim. Yani et taşlı olamagan müddetçe amal yok. Ama biz bir özgürlüklerini kılalayımız bir yerde. Qaysi özgürlüklerini kılalayımız? Ya harfi kesel harfi ama vav mu gerçi babning vo'si mu kesel harfning vo'sida qanday qildi o'xshaydi. İdgam qilayotishning ancha-muncha nimasi bor? İmkaniyeti var. Yani vav'ni nimaga o'zgartirib, ya o'zgartirib. Bakalım qanday bo'lsa? Mer. Shunami? Qanday qildik? Mu. Vav'ni nimaga o'zgartirgan to'q? Ya'ga. Bu sakin shunami? Undan keyin yana birdan ya va idg'am qildik, nima bo'ldi? Mer. Mana Mim peşilen ma teşditlik ma şekil geldi. Ondan keyingi yo'l intayin oson. Ya degan oldin uni bo'lishini taqozo qildi. Bo'lishini taqozo qildi. Mimni qanday qilib etdik? Sizlar qilib etdik ishdagidi. Bu kadar qulay savoqdoshlar. Ne keldik? Fiil cihet. Fiil cihet nima chiqadi? Nima chiqadi? Lam yarmi. Nima? Lam yarmi. Lam yarmi.
Mi. Mim hareketlik, ahirisi yok. Asli babning ölçümü boyunca nima chiqish kerakdi? Yarmi. Bu yerda o'zal qoida bor. Alohida bir qoidaning birisi bor. U osmon nima bilamsizlar? Naqis pillani. Naqis pillaniki. Mayli naqis bil vav bo'lsin yoki bil ya bo'lsin yoki bil alif bo'lsin. Naqislar bo'lar ekan. Sakin o'qiladigan holatlarda eng oxirgi lamning barobaridagi kasallar qana qilinib ketdi, tashlanib ketdi, bir xizlamga. Qana qildik, yon tashildik. Nima? Lam yarmi. Ma holatga. Nayt oddiy qoida. La yarmi. Yarmi bilan o'xshash. Shuni qaydlab o'tmaymiz. İrmi. İrmi. Babning o'lchami nima? İf'il. Shuni olgandan nima chiqish kerak? İrmi. Shunami? İrmi chiqish kerak. Nimalab oxirgi yochib ketdi? Bayattinqi qoidaning o'zi shu. Naqis billaning oxirisi sakin bo'lib qolgan vaqtida sakinlik alomati lamning udlustiki kasal harfni qanaqa qilatish tashlashadi. Qoida o'xshash. Lam yarmidimi shu? Irmidimi shu? Liyarmidimi shu? Asl liyarmi shundami? La tarmi dimi shu? Asl la tarmi. Tushunamizmi arkadaşlar? Shuna amr bil lamdan o'tib ketamiz, nahiyni o'tib ketamiz. Chunki qoida o'xshash. Sizlar makan keldik nima? Mermen. Yezilishda me yozgandek yeziladi. Yeni bir şekilde yazdıqanlımı ba, manda yazsaqmı buludu. Mermen. Aslisi nima etdi? Nima etdi aslisi? Mef'alun. Mef'ilun mef'alun. Bab yef'ilu o'g'ash mef'ilun. Ama naqis billada mef'alun chiqadi. Ayna qoidalarni o'rganamiz inshaalloh asta-asta. Aslisi nima etdi? Ma yum. Shunami? Intayin oddiy. Yozmasam bo'ladi do'stlar. Yog'ib shirkat nima qildi? Eg'ir qildi. Qana qildik? Ab tashlab deb buni sakin qildik. Marmay. Nima bo'lib mermen bo'ldi? Mermen qilishga sabab oddiy. Yog' harakat qilish nima? Nima bo'lib mermen oldu? Güzel. Yani bu isim. Madem isimning aldığı alif lam kelmagan muddatcha oxirida tanvinning bir nimasi bor, sakin qilgan nunning birisi bo'ladi, shundaymi? Ashu nun bilan yaning. Ashu nunning sakin bilan yaning hozirgi talaffuzdagi sakin ikkisi birga kelib qoldimi? Yan tashlaymiz. Yan tashladik-ku, ha? Yan tashlasak nima qoladi? Shunaqo. Mana yasaqim bo'ldi asli. Lekin men nimishqa ma ilibning o'rniga chiksiz ivla yozildi desam, ochib ketgan yaning ifodasi usul. Tushunamanmi? Ismolat bilan o'xshash. Ismi tafsil nima? Arma. Asli arma yu, yog'ib shakada keladi degan. Demak, Ramazonni o'tdik so'roqdoshlar. Buni o'zimda inchiki o'tirib, o'rgib olgandan keyin tafsili yozib chiqsanglar, kallanglarga o'ynaydi. Bu bir. Ondan keyin qaysi tilga keldi? Lafif, mafruq. Shunaqa? Qaysi uning misoli? Unutib qoldingmi? Do'stkuda bor. Vaqa yaqin. Nima vaqa yaqin ma'nosi? Men plani ma'nosini depadim da fahmdim. Daraba urud degan ma'noda. Shunaqa? Farranimo qaçtı. Vataba sakridi. Ba'a sattı, rama attı. Vaqa qana qildi, saqladi. Vaqa'a emas tushdi olsa. Vaqa saqladi, vaqa yaqin.
saqlanish, saqliqni saqlash, oldini olish degan ma'noda ishlatiladi. Masalan, al-viqoya desa, qana qilish, saqlanish, oldini olish, mudofiya qilish degan ma'noda. Bunda bir gap bor arablarniki, al-viqoya xayrun min al-ilaj. Oldini olish davolagandan yaxshi. Bu kasallab bo'lib davolagandan kasal bo'lmasda oldini al-viqoya. Yani vaqoyaqi saqladi, oldini oldi degan ma'noda. Nasıl keldik? Vaqadan başlayalım. Vaqaga qayta qarab chiqinglar vaqaga. Men yazay do'stlar hozir. Nima? Bunga o'xshaydi ekan. Yana chu. Vasabaga. Ma pilda ikki xil pilning alohidaligi bor. Birisi misolning alohidaligi bor, chunki buning fa'si nima vav. Yani birisi naqsning alohidaligi bor, chunki buning leme ya. Anda olganda misaldagi ba'zi alohidaliklar naqs pildagi ba'zi alohidaliklar bu pilda mavjud. Masalan, vasabada bizning diqqatimizni tortgan alohidalik qaysi? Voning tushib ketishi. Vo fil mudorati tushib ketadi, jihatda tushib ketadi, nafida tushib ketadi, shundaymi? Buyruq pillarda tushib ketadi, bulutsiz buyruq pillar tushib ketadi-ku. Va qanun. Ha, tamamen o'xshash. Men shu yerda yozmasam bo'ldi do'stlar. Andan keyini nima ramaga o'xshaydi. Ramaning mazida ashtavoldi shundaymi? Muzoratda harakat tushib ketdi. Ism fa'ilda bin bo'ldi-ku. Bayatni o'qidik hozir. Butun ahvollar o'xshash. Alloh tafsilotga kirmayman, faqat gapirib ma'ay. Hatto do'stlarga yozmaslik mumkin. Vaqa, vaqata, vaqaytu. Bakaddi. Aslis nima? Vaqaya. Ya harakat irga keldi. Qana qildi? Ab tashlatdik, nima bo'ldi? Vaqay. Ya sakin oldi zevar. Zevar nimani talab qildi? Alifni nimaga o'zgartirdik? Alif o'zgartirdik. Talaffuzda nima bo'ldi? Vaqa. Bu qadar oddiy. Muzari nima chiqadi? Yaqi. Oxiridagi asl nima edi? Yawqi. Asl nima? Yawqi. Aslisi yawqi. Boshdan kelaylik. Vav nima uchun chiqib ketdi? Misolning vavsi fa'ala yaf'ilu babida qanday qilibdi? Chiqib ketdi mudorada. O kadar. Oxirisi nima edi aslisi? Yawqiyut. Yaga pesharakat nima keldi? Ig'ri keldi. Abtahattoq nima bo'ldi? Yaqi oldi. Yaqi yaqiyan yaquna, taqi taqiyan yaqin, taqi taqiyan taquna, taqina taqiyan taquna. Ya taqina aqi. Yaptım. Masdar nima chiqadi? Viqoya. Viqoya. Oddiy. İsmi fa'il nima chiqadi? Vaqin. Nima deb vaqin o'qigan? Asli nima edi? Vaqiyun. Gap shu yana. Yaga irga keldi sakin qildikmi? Alif lam kirmaganligi uchun bu so'zning oxirisida nimadan birisi bor? Sakin o'qilgan nundan birisi bor. Ya'ni tanvinning nuni. Ikki sakin. Vaqin. Shundaymi? Ya'ni tashlatdik nima bo'ldi? Vaqin saqlovchi degan gap. Masalan, janglarda bunda oldimizga qo'yib qo'ydigan to'saq o'qiyotimizni saqlaydigan shundaymi? Vaqin. İsm mef'ul. Mevqiyun. Tafsilati mermiyun bilan nima o'xshash? Shunda o'tamaymiz. Aslisi mevquyun. Ya harakat keldi, ya atashat qilinmaydi. Ya bilan voni idg'am qilish uchun voni nima o'zgartirdik? Ya'ga o'zgartirdik. Mevquyun oldi, idg'am qildik, mevquyun oldi. Ya oldin bo'lishini taqozo qildi, zir mevquyun oldi. Fiil jihat nima chiqadi? Lam yaqin. Bu qadar oddiy. Nima ishqi vona ketdi? Chiqib ketdi. Yani nima chiqib ketdi? Naqis ya'i vavi alifi filla sakin bo'lgan vaqtda oxiridagi lamni o'dirisidagi kasallar qana qildi? Lam yaqin.
Aslisi nima? Lam yaqi. La yaqi, yaqi bilan o'xshash. Buyruq pul nima chiqib bilamizlar? Qi. Nima bo'lib qi bo'lib qoldi endi bu? Chunki aslisi iuqi. Shunaqa. Iuqi ya oxirgi yana tushib ketdi. Naqslarning shunami? Kasallar harfi tushib ketdi sakinda. Nima bo'ldi? Iuqi. Vav tushib ketdi. Misol. Iqi. Hamzani tushib ketdi, hojat yo'q. Qi. Liqi. La taqi. Qi, qiya, qu. Qi, qiya, qina. Liqi, liqiya, liqu. Liqi, liqiya, liqina. Liqi, liqi. La taqi, la qaro o'xshash. Mawqan. Xuddi marmanga o'xshash. Ha? Qi qildi. Mana bir söz oyunu var arabçada grammatikada. Sizlarni haq ahmaq qiladi. Mujno o'xaganini deb biryapman shundami? Yozaydi o'zga. Ya Zeynabu. Shunaqa. Nega bu? Fi Zeyden. Qaysini tarif qilsizlar? Hozir sizlar bilsam, demagan bo'lsam demaydim. Qi ishlatilnamni deyapsizlar, shundami? Ishlatildi. Zeynep Zeyd qilib qildi degan gap. Buni fi ayollikni fi ahliyodan chiqadi-ku. Arab qolsa fi chiqadi. Herkes buni fi Zeydin deb fi datadagi fi emas. Pil vafa yafi xuddi vaqa yaqin chiqqandek vafa nima? Yafi. Awqa ismi tabzil vaqa yaqin chiqqan ismi tabzil nima? Awqa chiqadi, tamam. Katta to'qsoqdoshlar bundan bu. Nima keldi qamda? Lafif maqrun. Misoli Tava yatwi. Nima tava degan? Qatlidi. Qog'oz qatlidi. Varaqni qatlidi, shundami? Nimaga o'xshaydi ekan? Diqqat qildingmi tavaga? O'ttirdi ajvab bor. Shundami? Oxirida naqsi. Lekin buning ajvabligi ta'sir qilmaydi. Nimishqa? Chunki ajvabligi ta'sir qilib ajvabga o'xshash qoma, ba'ga o'xshash ilib qo'shib ketsa, oxirisi sakin bo'lg'achqa kelisholmaydi ikkisi. Aslida tavaya chiqishga shundami? Qolgan qoidalarning hammasi nimaga tomoman o'xshaydi? Naqsga o'xshaydi. Tava asli tavaya, ya harakat egri keldi, atrof tavaya oldu. Ya sakin aldı züver, elif qo'yib nima tava oldu. Tava yatwi. Shunami? Ism fa'ilimiz xuddi tavin. Matviyun. Matviyun jo'qchoydi shu gap. Lam yatwi, la yatwi. Shunami? Ana keyin itwi. Itwi. Mana itwi chiqadi. Letwi, la tatwi. Matvan, mitvan, atva. Andas bugun ders tugudi-ku, ha? Men darsni tugutishdan oldin sizlarga mana bir qoidani so'zlab beraman. Ma'lum hammasi men tez o'tdim, lekin sizlar yozasizlar-mi? Hozir men sizlarga tafsir qurmasam. Anwa'ul af'al tugudi, aqsamul af'al. Men bayatdan yoki tunugun yoki bugungi darsda, ishki darsda buyruq billarning hammani o'z oldiga tahlil qilib berdim sizlarga. Yana bir qoida bor. Buyruq billar har doim fil mudoriqa agishmoqda. Buyruq billah har doim fil mudoriqa agishmoqda. Sizlar bir fil mudoriqni chiqarmoqchi bo'lsanglar, bayatdan men degandek mustaqil tahlil qilmay, avval fil mudoriqdan boshlasanglar bo'ladi. Masalan, biz yuqori o'rgangan qaysi bir fildan birisidan buyruq chiqarmoqchi, buyruq pul chiqarmoqchi bo'lganlar qana, danglar qaysi filni chiqaramiz? Qaysi pul bo'ladi? Masalan, ba'a yabi'u. Buyruq pulni nereden chiqaramiz? Yabi'u. Buyruq bil ikkinchi shaxsmi, uchinchi shaxsmi? Ikkinchi shaxs. Unda o'g'ani yabi'uning ikkinchi shaxsi qaysi tabiiy? Mushaybni chiqaramiz. Tushunarlimi? Buning da
Bizning qiladigan birinchi ishimiz tabiiy onun oxiri harakatlik qo'ya. Buyruq pulning oxirisi nima sakin. Unda olganda birinchi qiladigan ishimiz oxiridagi harakatni qanday qilish, sakin qilish. Sakin qilgandan keyin ham bu yerda bir masala bor. Yomi nima sakin? Qanday qilamiz? Tushunami? Andikin tabiiy oldimi? Ma tan nima ta'o? Mudari'ning belgisi u. Qanday qilyapti? Shu buyruq pulg'u? Bu qadar oddiy. Yana chiqib taqamdi. Rama yarmini chiqib taqdi. Tarmi. Tar mi shunaqa buyruq pil naqs pillarda oxiridagi harf qana qiladi chiqib ketadi. Andikin beshdagi ta mudari'ning belgisi o buyruq pilda kasb bo'lmaydi. Rimi qoldi. Endi birinchi harf sakin bo'lib qolsa o'quv olmaydi. Bu vaqtda buyruq pilga keladigan bir yordamchi hamzaning birisi bor ya, hamza keltiramiz. Akapiramda umu imu. Nimishq i. Babga qaraymiz. Bab yaf'ilu baba qasa. I yaf'alu baba qasa. I yaf'ulu baba qasa u. Ma bizning hozirgi bab qaysi bab? Yaf'ilu. Unda olgandan keyin qaysini kelamiz? Irmi. Naganda ikki qadam bor aran. Har qanday fil mudari'ning ikkinchi shaxs erlik birlikdan buyruq bilan chiqishning faqat ikki qadam ikki qadam. Oxirisini sakin qilish, beshdagi fil mudari harakatini qanday olib tashlash. Ma shakl chiqarsangiz bo'ladi yoki buyruq bilanni mustaqil chiqarsangiz bo'ladi. Ammo ma shakl chiqarsangiz foyda nima desangiz, ba'zi ortiq qadamni mangmaysizlar. Masalan, qanday deysizlar? Vasaba yatibu. Doqaya tatibuni chiqaramiz. Shundaymi? Mujnunda amirda ba'zi qadam ortiq qadamlarni mangmaysizlar. Masalan, birinchi qildigan ishimiz qaysi? Sakin qilish. Ikkinchi qildigan ishimiz-chi? Tugidi. Voni olib tashlab o'tish, o bu degan gaplarni hammasi fil mudori'da qanday qildi tugaydi. Amirda u gaplarni qilib yurmaysizlar. Amirda buni chiqarib qo'ygandan keyin buyruq lamliq amirmi? Ma amirga ergashidi. Nehi hazırmı ma emrige ergeşidu. Nayt kolay. Şuna onu sağ başlayalım. Loğusu bugün gidersiniz qanday qildi?